20 fevral səhər bomba toxtu bilan İstanbul terrorluq qarşı turuş və təşkillik cinayətlərini bir tərəf qilish saqçı başqarması İstanbulda o'xshash vaqtda harakatga o'tib, tekshirish elib berib, Xitoy istixborot uchun jasuslik qilgan 6 nafar gumondorni tutqun qilgan va yana bir gumondorni izlab tutish harakatini davomlashtirgan. Demirören xabar agentligining 20 fevral kundagi xabarda bildirishicha, Türkiye Davlatlik istixborot tashkiloti ta'minlagan uchurlarga asosan İstanbul Cumhuriyet Baş Teftiş Mahkemesi ve terrorluq qarşı turuş ve teşkillik cinayetlerini bartaraf qilish saqçı başqarması elib bargan tekshirishda Xitoy istixboroti unsurlari bilan maxfiy uchrashib, Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlari va tashkilot rahbarlari, shunaqla jamoat arboblari haqida to'plagan uchurlarni Xitoy istixboroti unsurlariga yetkazgan 7 nafar gumondor aniqlab chiqilgan. Uchur va hujjatlarni to'plab Xitoy istixboroti organlariga yetkazganligi aniqlangan 6 nafar gumondorni tutib qo'lga olish buyruq tushirilgandan keyin bu 6 nafar gumondor tutqun qilingan. Bu vaqtda tarqalgan xabarlarda tutqun qilingan 6 nafar gumondor va izdirki qilinayotgan yana bir gumondorning ismi va kimligi haqida hech qanday uchur berilmagan. Biz bu vaqtda fikr qarashlarni olish uchun Dünya Uyghur Qurultayining muavin raisi, strategiya mutaxassisi Doktor Erkin Akram, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidayatullah Oğuzxon, Dünya Uyghur Qurultayi vaqfisining raisi Abdurashid Abdulhamid apandilar bilan suhbat olib bordik. Doktor Erkin Akram mundaq dedi. Endi bu vaqadan shuni tushangil bo'ldi. Xitoy mushu Uyg'urlarni mushta ishpiyonlikqa silib, tabii ba'zi Uyg'urlar balki majbur qolgandi. Nurg'un tahdidlar bilan yoki pulninki kuchi bilan yoki boshqa sabab bilan bu ishlarni qilayotgandi. Bu Xitoy bütün chet eldagi tashkilotlarga va nurg'un Uyg'urlar yashayotgan davlatlarga bundaq odamlarni ko'plab aytyotdi va yoki yashayotgan yerida bularni tahdid bilan, pul bilan, boshqa nimalar ta'minlab bularni qo'lga tushirishga tirishyotdi. Bulupmu hazırki davanınki güçlenishi bilan xalqarada tanilishi bilan Xitoyni ayiblash, Xitoyga besim ishiltish, Xitoyni irqiy qirg'inchilik ilib borgan hokimiyat deb tanqidlarga qarshi Xitoy buningdan keyin bundaq ishpiyonlik faoliyatini texmi kuchlantirdi deb o'ylayman va Turkiyaninki budaqi tutishlar nurg'un davlatlardagi bu ishpiyonlik qilayotganlarga ogohlantirishning signalini berganda Xitoy hukumatiga bir signal bergan bo'ladi deb o'ylayman. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidayatullah Oğuzxon bu vaqtda fikr bayon qilib, buni yaxshi bir harakat deb qaraydiganligini va buningdan mamnun bo'lganligini, Uyg'urlarning buningdan nihoyatda xush bo'lganligini ifodalaganligini qayd qildi. Bu xabarga biz Sharqiy Turkiston tashkiloti bo'lib sibtimiz bilan bo'libmi? Biz mamnuniyatimizni izhor qilamiz. Ham xalqimizmi buningga nihoyatda mamnuniyat tuyganligini, xursand bo'lganligini ifodalayotdi. Hidayatullah Oğuzxon bu harakatni 2 nuqtaga yig'inchoqlab mundoq dedi. Bu harakat 2 nuqtaga ayrıldı. Birisi bizning davoyimizni, diasporamizni, xalqimizni, tashkilotlarimizni jasuslik harakatlarining ziyon zahmatlaridan qo'g'dab qilish. Ikkinchisi Xitoyga bevosita Xitoyga ishlayotgan kishilarga qo'l sog'anligi va buni bu shaklda dunyo axborotlarga e'lon qilishi Turkiyaning Xitoy munosabatlaridagi sovuqlikni ishlayotganligi bu natijada Xitoyga bir mesaj berganligi deb qaraymiz. Hidayatullah Oğuzxon yana mundoq dedi. Türkiye'ninki Sharqiy Turkiston davasida bo'libmi Turkiyadagi uzun yillik hayotimizda tunji qatim Turkiyaning shundoq Sharqiy Turkiston tashkilotlariga qarshi Xitoyga ishlayotgan deyilgan yoki shunda xizmat qilib o'tib bayqalgan deyilgan masalada alohida harakatga o'tishi bu bir cho'ng o'zgarish. Hidayatullah Oğuzxon so'zida yana Turkiyada u 6 nafardan boshqa yana Xitoyga ishlaydigan nurg'un kishilarning borligini, ular ustidanmi tazlash ilib berish kerakligini ta'kidlab mundoq dedi. Turkiyada yolg'iz bu 6 emas, xalqimizning ko'pinchisi biladigan yoki gumon qiladigan Xitoyga ishlaydiganligi to'g'risida qanoatimiz yuqori darajada markazlashgan nurg'un insonlar bor. Biz istaymizki Turkiyada shu Sharqiy Turkiston davosiga ziyon selayotgan, Xitoyga ishlayotgan millatimiz orasiga tafriq selayotgan yolg'iz o uchur ma'lumot yetkazishlar emas, uning sirtida nurg'un Sharqiy Turkiston diasporasini qo'chish, bir-biriga selish, urush selish,
har xil Sharqiy Turkiston davosiga zid qarshi dushman bo'lgan Xitoyga ishlaydigan Turkiyadagi boshqa siyosiy partiya medialar bor shu Turkiyadagi Sharqiy Turkiston davosini qaralash uchun jiddiy harakat qilayotgan Xitoyga ishlayotgan boshqa organlar ham bor. Buning qarta biz bu voqea bo'lgandan keyin, bu hadis bo'lgandan keyin bular bilan birga yana shunda Turkiyada Uyg'urlar ichida Sharqiy Turkiston davosi xiyonat qilib ishbirlik qilayotgan, Xitoyga jasuslik qilayotganlar butun jamiyatimizdan tozalanishni, tashkilotlarningki bu jasuslik harakatining ziyon zahmatlaridan saqlanishi uchun atrofiga chirmavagan, yamishavagan shunday parazit ishbiyon jasuslar bo'lsa, buni tozalashini biz istaymiz. Jiddiy pozitsiya ilishini arzu qilamiz. Doktor Erkin Akram bu harakatda tutilganlar to'g'risida texi aniq ma'lumot yo'qligini, hozir taftish mahkamasi tomonidan tekshirish ilib berilayotganligini, tekshirish natijasi o'tirg'i chiqqandan keyin ondan bu masalalar haqida aniq tushunchalar o'tirg'i chiqadiganligini bildirdi. Dunyo Uyg'ur qurultoy vaqtisi raisi Abdurashid Abdulahmad bu vaqtda fikr bayon qilib mundoq dedi. Bu xabar tarqalgandan keyin nafratlandik, g'azablandik. Buni zade bütün Sharq Turkiston mayli tashkilotlar bo'lsin, mayli normal bu chet ellarda yashayotganlar bo'lsin, Xitoy istixborot adamlarininki Sharq Turkiston jamoati, Sharq Turkiston diasporasida mavjudligini taxmin qilinib kelganlik edi endi. Chunki chet elda bir qism, Yevropada bir qism Xitoyga ishlaydiganlar tutqun qilinib jazolangan ahvol. Endi Turkiyada buningki bog'liqini hamma kishi deydi. Lekin endi biz jamiyatlar bo'lish suhbatimizdan, shaxslar bo'lish suhbatimiz bilan konkretni bularni aniqlab chiqish imkonlarimiz bizda yo'q. Ham Turkiya Cumhuriyeti davlatininki istixborot organlari buni ta'qib qilish orqali bundaq bir qanoatga kelib, bu yerda tutqun qilingan bo'lsa, bularning qo'lida cho'qim paket bor degan gap. Abdurashid Abdulhamid apandi o'z xalqi va vataniga xoinlik qilganlarni kechirim qilishga qat'iy bo'lmaydiganligini bildirib mundoq dedi. Bu yerdagi asosliq masala hamda hozir bu mahkama oldida turayotgan bir ish. Hozir biz oldin hukm beraversak to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Lekin qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz Xitoy Sharq Turkistonda besib olgan, Xitoy bugun Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik elib beryapti. U yerdagi Sharq Turkiston xalqini, Uyg'ur xalqini top yakun yo'q qilib, dinimizni, tilimizni, madaniyatimizni, tariximizni, hamma nimani yo'q qilib, bu tuproqni abadiy o'zininki bir parchasi qilib olish uchun bütün kuchi bilan harakat qilyapti deb xalqarada da'vo qilayotgan bu paytlarda yana bizning o'zimizning ishidan chiqqan bundaq kishilarningki Xitoy istixboroti uchun bu yerdagi mayli tashkilot bo'lsin, mayli tashkilotninki ichidagi asosiy kishilar bo'lsin, mayli jamoat arboblari bo'lsin, bular to'g'risida uchurlarni to'plab Xitoy istixborot organlariga berishi hamda haqiqatan til bilan ifodalashga tas bir ahvol. Tutilgan kishilar kim, ular qaysi tashkilot va kimlar to'g'risida ma'lumot to'plab Xitoy istixborotiga ma'lumot berdi. Bu vaqtda javobga erishish uchun biz Istanbul Saqsi idorasiga telefon qilgan bo'lsaqmi, telefon elinmadi. Biz yana Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasiga telefon qilib, ma'lumot olishga tirishdik, biroq konsulxona xodimlari telefonni olmadi. Bu vaqtdagi ma'lumotlar sud mahkamasining qarori e'lon qilingandan keyin aniq bo'lishi mumkin. Bu programmani Istanbuldan Arslan Tash tayyorladi.